Endigi navbatda sizlar bilan plan chizishni, aytaylik devorlar yordamida birorta plan chizib ko'ramiz. Tak, uning uchun nima qilamiz bolalar? Aytaylik bizada yangi vid bor. Shu yerda men devorlar yordamida nimalar chizib ko'rmoqchiman. Ya'ni yuqoridagi instrumentlarni ketma-ketlik bo'yicha ishlatishni ko'ramiz. Aytaylik yuqorida bizada stena borda. Shu qismda ko'rishlar mumkin, tagida knopka bor. Baravarlatilgan bo'lsa, bu yerda ko'rishlar mumkin. Bir nechta sizlarga variantlar chiqadi. Ya'ni bu nima? Arxitekturniy stena bor, nisushi stena bor, pogranniy berilganda. Mana bu arxitekturaga oid bo'lgan elementlar uchun bizga kerakli bo'ladigan variant. Buni tagida bu faqat konstruksiya uchun, ya'ni nisushi variant sifatida foydalanishimiz mumkin. Mana bu pogranniy berilgani, agarda siz to'lqinsimon formalar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, ya'ni murakkab bo'lgan formulalar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, shu variantdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Aytaylik, men arxitekturniy variant tanlab oldim va bu yerda endi ko'rishingiz mumkin, sizga shablon ichida standart holatda turli xil devor variantlari albatta bo'ladi. Bazaviy stena bor, перегородка sochunga hel berilgan variantlarimiz bor, tepada tupitel berilgan variantlarimiz bor, условный berilgan отделка variantlarimiz, kirpich, gazoblok, har xil variantlar bor. Misol uchun menga tepadan beton kerak. Beton tanlab oldim. Mana endi shunchaki mishkani boraman, mana bu qismga yaqinlashib olaman. Aytaylik, shunchaki knopkani bir marta bosib yonga tortadigan bo'lsak, mana devor chizilyapti. Pastga tortamiz, tepaga tortamiz, yonga tortamiz, tepaga tortamiz. Mana ko'rishlar mumkin, plan chizildi. Uzoqlashadigan bo'lsam va birorta element tanlaydigan bo'lsam, shu elementga nisbatan razmer chiqadi. Va yana pastroq tortishim mumkin. O'rtadagi razmerni ustiga bosib turib, aytaylik, mana buni 2500 qilishim mumkin. Aytaylik, mana bu qism tanlanganda buni ham razmerni men 5000 qilishim mumkin. Yuqori qismini tanlab turib, mana bu qismni 2500 ga o'zgartirishim mumkin bo'ladi. Va mana bu masofani ham 2000 ga o'zgartirishim mumkin bo'ladi. Endi xuddi shu devorlarimizni turlarini ham o'zgartirishni ko'ramiz. Aytaylik, birorta element tanlaymiz. Devor tanlab oldim, xuddi shu qismda betonning chustali varianti ham bor. O'zgartirish mumkin bitida. Va yana xuddi shu tanlanganda, mana bu yerda ko'rishlar mumkin, bizda aytaylik kirpich, endi boshqa tipga o'girib ko'ramiz. Misol uchun mana bu menga ma'qul. 2 jildali kirpichimiz bor. Mana. Ko'rishlar mumkin, o'rtada bitta line tashlandi, ya'ni buni tipi boshqa, beton, mana buni tipi alohida boshqa berilgan. Aytaylik, yuqorida yana stena tanlanganda, shu qismdan men agar xohlasam boshqa, aytaylik 120 talik kirpichni oldim. Mana bu qismdan tashlaymiz, yonga tashlaymiz, mana. Devor tanlanganda masofasi deyman, misol uchun 2 metr bo'lsin deyman. Avtomat maytga razmer tushdi. Sabab, agar siz birorta element tanlasangiz va yuqoridagi razmer chiqqanda mana bu knopkani bosib qo'yadigan bo'lsangiz, razmeri bog'lanib qoladi. Va shu qismda aytaylik, men 1800 ni qoldiraman. Yomon emas razmeri. Buni ko'rishlar mumkin. Agar men bu devorni biz o'zgartirmoqchi bo'lsak, ikkalasini tanlayman, uchalasini tanlayman, balki bu qismdan beton qilmoqchiman 300 talik variantga. Mana bu qism sochun 200 talik, bu yoqlarida 300 talik variantda berilgan. Endi agar siz xohlasangiz, devorlar tanlanganda devorning ichida mana bu pastki qismda vitraj ham bor. Mana bunaqa vitrajlar ham berilgan. Ctrl Z deymiz. Agar xohlasangiz siz SL bosilganda, ya'ni modify bo'limida mana bu yerda split bor. Разделить element. Tanlaysiz, mana bu qism, mana bu qism, mana bu yerda va mana bu qismlarni tanlab oldim. Kesib oldim. Tanlandi. Shu qismlarni ushlab turib, mana bu kategoriya bo'yicha pastga tushaman va pastdan mana fiksirning berilgani bor, 1 ga 2 metrlik impulslari bor ekan, 50 ga 100 lik vitraj. Tanlasam, mana alohida vitrajga ham o'zgardi. Siz xuddi shu tarzda o'zingiz xohlagan planirovkani ishlab chiqishingiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rishlar mumkin. Yana bir narsa, tanlovda mishkani borilganda tab knopkasini bir marta bosdim, qo'yib yubordim, bo'ldi. Shunchaki mishkani bir marta chap tomonini bosamiz, tanlab olamiz. Ctrl bilan qolganlarni ham tanlab olamiz va xuddi shu planni yuqoriga o'ng tomon burchagiga to'g'rilab qo'yaman. Escape bo'ldi. Ko'rishlar mumkin. Siz mana shu tarzda ketma-ketlik bo'yicha o'zingiz xohlagan planirovkani ishlab chiqishingiz mumkin bo'ladi. Unda hozircha stop.